Don't repeat yourself. Dry. O'zbekchasiga o'zingni takrorlama yoki o'zing qaytarma deb tarjima qilinadi. Bu tamoyilga ko'ra loyihamizning source kodlarida bitta vazifani bajaradigan kod faqat bitta joyda bo'lishi kerak. Ya'ni qanaqadir biznes mantiqni bajaradigan kodimiz bitta dona metodning ichida, bitta klassning ichida joylashgan bo'lishi kerak. Agar biz u kodni, dasturimizni, source kodlarini har xil joylarda yozib tashlasak, keyinchalik xato chiqib qolsa, biz u xatoni o'sha hamma joylarda qaytadan to'g'rilab chiqishimiz kerak bo'ladi. Agar o'sha kodimiz bitta joyda bo'lganda edi, biz u kodni qayta ishlatgan bo'lardik va xatolarni kelib chiqishini ancha oldini olgan bo'lardik. Bundan tashqari bu tamoyilning yana bitta afzalligi shu loyihamizning source kodlarini maintain qilishni, ya'ni ularni boshqaruvni osonlashtiradi. Bu tamoyilni yo'lga qo'yishda bizga ayniqsa inheritance, ya'ni OOPdagi o'sha meros olishlik qoidasi yordam beradi. Bunda biz o'sha qaytarilishi mumkin bo'lgan mantiqni yuqoridagi base classda saqlaymiz. Bundan tashqari generics, ya'ni umumlashmalar ham yordam beradi. Generic klasslar, generic metodlar yordamida biz turidan farqli ravishda bitta biznes logikani bajara olamiz. Bundan tashqari bitta mantiqni bajaradigan ishlarni alohida Nuget paketlarga joylab, o'sha Nuget paketni har xil loyihalarda qayta ishlatishimiz mumkin. Bu ham o'sha Dry tamoyilini yo'lga qo'yishda bizning yordamchimiz hisoblanadi.